e'tibor darajasiga chambarchas bog'liqligidir. Binobarin yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilik masalasiga 10 yillar ishi deb yondoshib, barcha birgalikda jon kuydirishi kerak. O'zbekistonda haftaning har payshanbasi yoshlar kuni etib belgilanganligi ham bejiz emas. Joriy yil o'tgan davrda tumanimizda yoshlar tomonidan 4 ta jinoyatlar sodir etilib, o'tgan yilga nisbatan 63.6% ga kamaygan. Lekin tashvishlisi, xorijiy davlatlarda uzoq muddatga ketgan yoshlar 2227 tani tashkil etib, bugungi kunda ularning faqatgina 50 tasi vatanga qaytib kelgan. Bundan tashqari, o'rganishlar natijasida muntazam dars qoldiruvchi 30 nafar, tarbiyasi og'ir 99 nafar o'quvchilar aniqlandi. O'quvchilarning 13 nafari maktablarga qaytarildi. Muntazam dars qoldiruvchilarning 15 nafar ota-onalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasiga asosan jarima qo'llanilib, 5 nafar rasmiy ogohlantirildi. Maktabgacha va maktab muassasalarining kirish-chiqish joylariga xavfsizlikni ta'minlovchi 155 ta zamonaviy kameralar o'rnatildi. Natijada olib borilgan profilaktika tadbirlar natijasida o'tgan davrga nisbatan voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar barqarorligicha qolgan. Ayollar jinoyati qayd etilmagan. Shu kabi profilaktika ishlarining samarasi natijasida o'tgan davrda tumanda ishlamaydiganlar jinoyati 25% ga, muqaddam sudlanganlar jinoyati esa 66.7% ga kamaydi. Biroq guruhlar tomonidan jinoyat sodir etish barqarorligicha qolgan bo'lib, jinoyat kriminal vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Joriy yilning 3 oyida 9 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 18% ga kamaygan bo'lsa-da, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 2 taga yoki 100% oshgan. Joriy yilning o'tgan davrda ichki ishlar organlari tomonidan jami 1320 ta shaxslar profilaktika hisobga olingan. Shundan 268 ta shaxs sog'liqni saqlash muassasalarida hisobga olingan bo'lib, shundan giyohvandlar 70 ta, spirt ichimlikka ruju qo'yganlar 164 ta, ruhiy asab kasalliklari dispanseri hisobidagi tajovuzkor ruhiy kasallar esa 34 tani tashkil etadi. Hisobga olingan spirtli ichimlikka ruju qo'ygan shaxslarning 9 tasi, ruhiy kasallarning 34 tasi majburiy davolanishga yuborildi. O'tgan davrda tumanda 24 nafar shaxslar ma'muriy nazoratga olingan bo'lib, ularning 1 nafari ayollar, 7 nafarini o'ta xavfli retsidivistlar tashkil etadi. Ma'muriy nazoratga olingan 24 nafar shaxslarni ishga joylashtirish uchun mehnat bo'linmalariga yo'llanmalar berilgan. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, jamiyatda o'zaro mehr-oqibat, hamjihatlik va xayr-saxovat muhitini yanada mustahkamlash, voyaga yetmaganlar huquqlarining himoyasini ta'minlash maqsadida o'rganishlar davom ettirilmoqda. Xususan, tuman prokuraturasida tashkil etilgan shtab tomonidan mahallalarda kriminal vaziyat hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik so'rov va o'rganishlar olib borilmoqda. Shuningdek, jinoyatlarni oldini olishda xizmat yoki lavozim majburiyatlarini lozim darajada bajarmagan huquqbuzarliklar profilaktikasi mas'ullariga nisbatan qat'iy choralar ko'rilmoqda. Jumladan, mahalla hududida sodir etilgan, oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar bo'yicha o'z xizmat vazifasini lozim darajada bajarmagan huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi boshqa organlar hamda muassasalar, shuningdek ijtimoiy profilaktikadan amalga oshiruvchi subyektlarga nisbatan 8 ta intizomiy ishlar qo'zg'atilib, ularning javobgarlik masalasi hal etildi. Shu bilan birga 5 nafar xodim 2025 yil yakuni bo'yicha rag'batlantirildi. Shu bilan bir qator jinoyatchilikni barvaqt oldini olish bo'yicha ommaviy axborot vositalari, internet va ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatidan ham keng foydalanib, tuman prokurori hamda IIB boshlig'i tomonidan aro yakuni bo'yicha mahallalarda kriminal vaziyat yuzasidan jami 32 marotaba profilaktik ogohlantiruvchi murojaat bilan chiqishlar qilindi. Jinoyatchilikning oldini olish, uni jilovlashga qaratilgan huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini muvofiqlashtirish kengashining tanqidiy yig'ilishlari o'tkazilib, aniq chora-tadbirlar belgilandi. Jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligini ta'minlash maqsadida tezkor qidiruv faoliyatini, tergov qadar tekshiruvni, surishtiruv va dastlabki tergovni amalga oshiradigan tegishli organlarning faoliyatini muvofiqlashtirish kengash yig'ilishlarida 2 marta muhokama qilinib, belgilangan chora-tadbirlar ijrosi ta'minlanib kelindi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, kelgusida mahallalarda kriminal vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, omillarni bartaraf etish borasida ilmiy xulosa, tavsiya, natija tamoyili asosida ishlarni tashkillashtiramiz. Xususan, aholi va davlat jamiyatda xavfsiz muhitni shakllantirish uchun faqat texnik vositalarni o'rnatish bilan cheklanmasdan, video kuzatuv, tashkiliy nazorat va jamoatchilik ishtirokini o'zaro uyg'unlashtirgan holda integratsiyalashgan profilaktika muhitini shakllantirish orqali nazoratning uzluksizligini ta'minlash, kun davomida qarovsiz qoladigan xonadonlar hisobini shakllantirib, keng jamoatchilik tomonidan muntazam nazoratga olish,
muqaddam sudlangan shaxslar, shuningdek nazoratga muhtoj voyaga yetmaganlar bilan individual profilaktik ishlarini kuchaytirish, ular haqidagi ma'lumotlarni profilaktika subyektlari o'rtasida tezkor almashishni kuchaytirish, jamoat joyida spirtli ichimlik iste'mol qilgan shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rish hamda litsenziyasiz spirtli ichimliklar sotayotganlarga qat'iy jarimalar qo'llash, kechki soat 22:00 dan keyin sotilishini nazorat qilish, shifoxonaga tan jarohati bilan murojaat qilgan holatlardan ma'lumot iyilgan avtomat tarzda xabar qilinishi, mahalla rahbarlari har oy masjidlar ro'yxatini yangilab borishi va ushbu ro'yxatdagi shaxslar bilan individual suhbatlar o'tkazib borishi, mahallada doimiy faoliyat ko'rsatadigan oila masofaxonasi tashkil qilish va u yerda psixolog bilan muntazam suhbatlar o'tkazib borish, yoshlar bilan ishlash maqsadida sport maydonchalarining faol ishlashini ta'minlash, jinsiy yo'nalishdagi jinoyatlar ko'pincha yoshlik, bilimsizlik va nazoratsizlik sababli sodir etilayotganligi sababli bu yo'nalishda ijtimoiy ma'naviy profilaktikani kuchaytirish, kiber profilaktika axborot muhitini nazorat qilishni yanada jadallashtirish lozim bo'ladi. Hurmatli deputatlar, tumanda jinoyatchilikni jilovlash, kriminaga vaziyatni barqarorlashtirish borasidagi ishlarni sizlar, tashkilot va idoralar hamda keng jamoatchilik bilan hamkorlikda to'liq ta'minlashning barcha choralarini ko'rib boramiz. Axborotim tugadi. Rahmat. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. O'sha tayyorlangan qaror loyihasi yuzasidan doimiy komissiya xulosasi tinglanadi. So'z doimiy komissiya raisi Muradollayev Muzaffar Yurashevga. Marhamat. Assalomu alaykum, sessiya qatnashchilari, deputatlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2026-yili 5-yanvar respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaqin manzilli ishlash tizimini joriy etishda qaratilgan qo'shimcha tadbirlar to'g'risida PQ1 sonli hamda 2026 respublika mahallalarida yo'nalchilik barqaror praktika samaradorligini yanada oshirish bo'yicha tashkil chora-tadbirlar to'g'risida PQ2 sonli qaror ijrosi ta'minlash maqsadida 2026 aprel kuni tuman prokurori o'rinbosari Qosim tumanda jinoyatchilik oldini olish va mahallada umumiy vaziyatni yaxshilash borasida 2026 yil 1-chorakda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot korrupsiyaga qarshi kurash davlat organlarida ochiqlik ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiya tuziladi. Tumanda 2026 yil 3 oy davomida sodir etilgan oldinga olish lozim bo'lgan aniqlanadigan jinoyatlar soni turli doimiy komissiyalar a'zolari tomonidan batafsil muhokama qilindi. Tinglangan axborot asosida kengash qarori loyihasi tayyorlanib, kengash kotibiga taqdim etildi. Kengash qarori loyihasi O'zbekiston Respublikasi amalda qonunchilik hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashi 2025 yil 28 yanvardagi sonli qaror va qonun texnikasi talablari asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tafsilab berish maqsad muvofiq deb hisoblaydi. Rahmat. Mana axborotni eshitdik, doimiy komissiya xulosasini eshitdik. Axborotchiga doimiy komissiya qanaqa savollar bor? Savollar bo'lsa marhamat. Sanjar To'qinch nazorat so'ramoqchiman. Men hisobotda axborotni eshitdik. Sodir etilgan 107 jinoyatning 95% fosh etilmagan deb berilyapti. O'sha jinoyatlarni fosh etish, jinoyatchini jilovlash bo'yicha qo'shimcha qanday tashkiliy qonuniy tashabbuslar talab etiladi? Bo'yicha qanday taklif fikrlaringiz bor? Agar bo'lsa marhamat. Fosh etilmagan jinoyatlarimiz asosiy qismi mana axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga, bundan tashqari o'g'irlik jinoyatlariga to'g'ri kelyapti. Mana endi asosiy taklifi fosh etish bo'yicha biz jamoatchilik bilan teng ishlashimiz kerak, ya'ni aholi bilan, ya'niki bizda ko'pincha o'g'irlik molni, to'yni nazoratsiz qoldirish oqibatida yo bo'lmasa kimdir nima deydi, xabarini telefondan kelgan xabarni plastik orqali tasdiqlab berishi yo kreditlar olishi natijasida mana shu jinoyatlar sodir etilmoqda. Hammaga ma'lumki, hozirgi kunda axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni oldini olish, uni fosh etish bo'yicha biz ishlayapmiz, lekin hali bizni imkoniyatlarimiz u darajada keng emas. Uni oldini olishga, bir tezda unga munosabat bildirishga bizning imkoniyatimiz shakllanyapti, lekin bizda hali bunaqa imkoniyatlar mavjud emas. Chunki faqat biz aholimizdan, fuqarolardan ogoh bo'lishni, o'zini ehtiyot qilishini, ya'ni kelayotgan xabarlarni, chunki telefonga kelgan xabarni bosgan paytda o'sha paytda o'zida bir sekundlarning ichida o'sha nima amalga oshiriladi, bajariladi o'sha operatsiya. Uni oldini olish uchun joyida to'xtatishni bilishimiz kerak. Bu masalan kelganda u bosgandan keyin o'sha bankka telefon qilish kerak, plastikni bloklash kerak, oldini olish kerak.
Bizda nima qiladi, o'sha bo'lgandan keyin deb boraman, uchastkoga boraman, ertasi qilaman deb uchastkoga yozib bersa, uchastkoga keyin registratsiya qiladi, o'z-o'zidan vaqt o'tib sodir etib qo'yilgan. jinoyat sodir etilgan bo'ladi. Uni sodir etganlar ham o'zini IP adreslarini o'sha sodir etgan operatsiyadan keyin yana o'chirib yuboradi-da uni. Shuning uchun bu axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni faqat biz aholiga tushuntirib, profilaktik qilib qanaqadir ma'noda oldini olishimiz mumkin. Undan tashqari yana bir narsaki, bu o'g'irlik, mol o'g'irliklari bo'yicha bizda aholimiz hammasi mollarini nima qiladi, dalaga olib chiqib qo'yib yuboradi, nazoratsiz, qarovsiz bo'ladi. Ya'ni o'zini e'tiborsizligi natijasida mana shunaqa jinoyat jabrlanishiga sabab bo'lib qolayotgan holatlarimiz ham bor. Lekin bundan ham tashqari ochilmagan jinoyatlar bo'yicha biz ishlayapmiz, ichki ishlar ham ishlaydi. Bu tezkor qidiruv yo'nalishimiz bor, belgilangan chora-tadbirlar bor. Har biri bo'yicha zudlik bilan chora ko'riladi. Aynan bizda oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarda ochilmaganlar foiz unaqa katta emas. Bizning foizimiz faqat shu axborot texnologiyalari hisobiga to'g'ri keladi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, agar savollar bo'lmasa, ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi hammaga tarqatilgan. Qaror loyihasini tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Sanjar To'qiyevich, yig'ilishga harakat ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Endi kun tartibidagi ikkinchi masalaga o'tamiz. İkinci masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida yoki pretensiyonli qaror ijrosi to'g'risida respublikada mavjud suv resurslaridan oqilona samarali foydalanish, suv tejovchi texnologiyalardan joriy etishni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish bo'yicha iqtisodiy islohotlarni kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2026 yil 5-fevraldagi pretensiyonli qarori qabul qilingan. Mazkur qarorning ikkinchi bandida har yili vegetatsiya davri uchun suv manbalarining suvlilik darajasini tahlil qilgan holda suv bilan barqaror ta'minlangan hamda ta'minlanmagan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar ro'yxati xalq deputatlari tuman kengashi tasdiqlanishi belgilangan. Mazkur qarorda belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar haqida hisobot berish uchun so'z tuman hokimligi o'rinbosari Turobov Bekzod Beganiyevichga beriladi. Marhamat, Bekzod Beganiyevich. Assalomu alaykum. Sessiya qatnashchilari, deputatlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi pretensiyonli qarori suv resurslaridan samarali foydalanish va suv tanqisligini sharoitini qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlash hamda suv tejovchi texnologiyalarini keng joriy etishga qaratilgan muhim normativ huquqiy hujjat hisoblanadi. Mazkur qarorga muvofiq respublikada 2026 hamda 2028 yillarda jami 3,5 milliard gektar sug'oriladigan yer maydonlarida suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish belgilangan bo'lib, bunda 220 ming gektar maydon tomchilab sug'orish hamda 110 ming gektar maydonda yomg'irlab sug'orish texnologiyalarini joriy etish hamda 600 ming gektar maydonni lazerli tekislash belgilab qo'yilgan. Natijada har yili 5 milliard kub metr suv hisob qilinishi rejalashtirilgan. Bu esa respublikada mavjud suv resurslaridan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Qaror doirasida sohaga davlat tomonidan keng ko'lamli moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralari nazarda tutilgan. Jumladan 2026 yilda 2,5 trillion so'm miqdoridagi imtiyozli kreditlar hamda 8 milliard so'm subsidiya mablag'lari ajratilishi belgilangan. Shuningdek, qarorda suv resurslaridan oqilona foydalanish, rag'batlantirish maqsadida iqtisodiy mexanizmlar joriy etilishi ko'zda tutilgan. Xususan 2027 yilda boshlab suv ta'minoti og'ir hududlarda suvni tejaydigan xo'jalik yurituvchi subyektlarga subsidiya miqdori 1,5 baravargacha oshiriladi. Aksincha, suv bilan yaxshi ta'minlangan hududlarda suv tejovchi texnologiyalarini joriy etmagan subyektlar uchun yer soliq stavkalari 2 baravar oshirilishi belgilangan. Ushbu mazkur qarorning 2.1 bandida har yili 1-aprelga qadar vegetatsiya davri uchun suv manbalarining suvsizlik darajasini tahlil qilgan holda suv bilan barqaror ta'minlangan hamda ta'minlanmagan hududda joylashgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi